Assalomu alaykum o'rtoqlar. O'zbekistonda Rossiyalmash kombaynining yangi versiyasi RSM F1300 kombayni. Mana balonlari katta qilingan, bu yerda jatkasi ham rossiyskiy jatka qo'yilgan, 4,5 metrlik Kemper 4500 da analogi, rossiyskiy analogi. Balonlari orqasi ham, oldi ham kattasidan qo'yilgan. Motori ham усиленный motorlar turibdi. Ko'p yangiliklari bor bu yerda RSM 1401 larga qaraganda. Mana bu yerda qarang, rossiyskiy jatkaga germanskiy pichoq, naplavkalik almaz naplavkalari bilan birga qo'yilgan pichoqlari bor. Xuddi Kemperda xuddi shunaqasi turadi, faqat bularning razmeri boshqacha bo'ladi. Narxi O'zbekistonda 3 milliard so'm ekan. NDS bilan birga kattaligini qaranglar o'rtoqlar. Bu yerda reduktorlari, keyin bu korpusdan ichkaridagi reduktorlar faqat ispanskiy, italyanskiy reduktorlar turibdi. Resursi juda ham ko'p. Masalan, rossiyskiy reduktorga qaraganda ularning resursi juda ko'p bo'ladi. Masalan, olganingizdan keyin 5 yil, 6 yil yaxshi ishlab beradi. Keyin masalan moy almashtirish kerak bo'ladi yo boshqa narsalar qilish kerak bo'ladi. Mana bu haqiqiy rossiyskiy turibdi, ko'rasan, 26-yil chiqqan, fevralda chiqqan jatka ekan, Rossiyalmash jatkasi bu. Bu tomonlarni ham ko'rsak, bu yerda Vektor, Donnaga o'xshab mana bunaqa rossiyskiy распределительlar ham turibdi. Распределитель klapanlar bir xil turibdi. Oldin RSMda bunaqasiga uzun bo'lardi, u italyanskiy rosa qimmat, buzilsa ham remont qilish qimmat bo'lardi. Mana bunaqa klapanlar, jatkani klapanlari hammasi rossiyskiy turibdi. Bemalol almashtirish juda ham sodda kombayn. Mana bu hozir ko'rib chiqdik. Sodda, yangiligiga qaramasdan baribir soddaroq. Remont boshqa narsasi bo'lsa ham juda ham oson. Bu yerda 330 kuchli, Yamaha 230 15 litrli motor turibdi. Bitta turbo kompressorda kattaligini ko'ryapsan o'rtoqlar. Orqa balonlari mana kattasini qo'yilgan. Valtura turibdi. Razmeri 18.4 R24. Oldi baloni esa belshina qo'yilgan. Vektorniki bilan bir xil 28L R26. Mana bunda bilasa Donda yoki 1401da ayrim kombaynlar botqoqlarda tiqilib qolishi mumkin edi. Bunda esa mana katta shirina balon qo'yilgani uchun uncha-munchaga tiqilmaydigan kombayn. Bu yerda mana o'zi regulovkasi, jatkani tepaga ko'tarish, tushirish bor. Bu yerda ana bu отбор мощности reduktorda bossa aylantirib yuboradi. Mana shu yerdan bosib aylantirib qo'shilishini ko'rasizmi? Bitta shkif bilan, bitta kardan bilan qo'ysak bo'ladi. Mana bu yerda skoroslari bor. Qarang. Skorosi ichkaridan regulovka qilinmaydi. Reduktorning skorosi mana bu yerdan bir marta regulovka qilib qo'yasiz. 6 mm shunaqadan 6 mm keyin millimetr ko'payib ketaverar ekan. Bu yerda 32 talik pichoq turibdi. Donda 1401 larda 24 talik bo'lardi. Bu yerda 32 talik kichkina 4 qator pichoq turibdi. Uni opsiyalari bo'ladi. 40 ta, 48 ta, keyin yana 42 talikmi shunaqa opsiyalar bilan ularni almashtirsangiz bo'ladi. Qayroq toshi tepadan borib kelaveradi, dumaloqdan qo'yilgan bu yerda. Ular ham qo'shimcha yangilik. Bu tomonda 750 litrlik solarka bak turibdi. Mana bu yerdan zapravka qilasizlar. Masla baki esa masla baki shu atrofda edi. Hozir adashib ketdim. Qani? Ko'rinmayapti. Masla baki ham o'sha standart Vektor bilan Donlardiki bilan, mana masla baki Vektor Donlardiki bilan bir xil turibdi. 80 litrlik baki, filtri hammasi bir xil. Juda ham oson. Klapanlari mana aytganimdek Vektor Donlarning klapandan qo'yilgan 16 atmosferalik. Buni ham masalan remont qilmoqchi bo'lsa, boshqa narsa qilmoqchi bo'lsa, juda ham oson bo'ladi. Ikkita akkumulyator, massa bu yerdan kapot ochiladi bemalol va kapot ochib yopgandan keyin выгрузка 6,5 metrdan pastga tashlar ekan. Bruzi 20 tonna, bruzi 30 tonna soatiga otib beradi. 1 soatga shuncha otib beradi. Skorost urishi 8-9-10 km atrofida o'zingizni tezligingizga qarab yoki massani qalin yo'lni masalan o'sha qatorlarning ichiga qarab ketaveradi. Bu yerda mana qo'shimcha reduktorlari qo'yilgan. Mana bu yerda regulovkalari qarang. Buni anonsi bu mana buni bosganingizda mana shu yerdan shunday tavodnitsani tiqib, shpritsni tiqib bossangiz, o'sha hamma joyga sistemaga ketaveradi. Mana bu yerda hammasi ko'rsatilgan. Yoki bu yerga qo'shimcha o'zingiz izlab avtomatik qilib olsangiz bo'ladi. Mana knopkani bosganingizda o'sha yerda o'zidan haydab yuboradigan qilsangiz bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Hammasi juda ham sodda qilingan. Masalan, bir xillar kombaynlarda masalan ko'p ishlatmasa bu yerda ishlamay qolishi mumkin edi, lekin bu yerda o'zi soddaroq qilgan. Silindrlari jatkani ochib yopish silindri bu yerda qo'yilgan. Mana katta qalinlaridan osonroq ochiladi. O'rtoqlar, mana shunaqa kombayn Yamaha 238 motor turibdi. Hozir kabinani ko'rsataylik. Juda qiziq.
3 milliard so'm ekan narxi va Agrobankdan kredit qilib olsangiz ham bo'ladi. Kreditda boshida bosh to'lov 20% bo'lsa, ular ham sizga qulaylikki 10 yilgami berar ekan. 24 voltlik sistema turibdi bu yerda. Mana 24 voltlik va 16 atmosferaligi qo'yilgan. Bular masalan, bularni remont qilmoqchi bo'lsa, bularni almashtirmoqchi bo'lsa, juda ham oson hammasi. Zapchasi ham o'zimizda ko'p, aloqaga chiqsangiz yetkazib beramiz. Tak, tipasi ham shu 1401 o'xshaydi. Dizayni faqat yangi. Bu yerga kamera qo'ysa ham bo'ladi. Kamera bu yerdan qo'shimcha qilib qo'ysa, kamera masalan buni ko'rib turasiz, qayerga tushayotganini, boshqa narsasini, uzunligini ko'rasizmi? Yana orqasida temir qo'shilar ekan, yarim metrdan 750 santimetr yana qo'shsa bo'ladi, uzunroq qilsa bo'ladi. Ichi kombayndi. Standart vektor donlar bilan bir xil, 1401 bilan 3 talik skorsi, 1-2 neytral, оборот motor turibdi. Qayroq toshdi va brusli regulovkasi bu yerda bor. Jatkani ochib yopish, selsa-provodni ochib yopish, reverse knopkasi, reversni bossangiz, o'zi reduktorni o'zi aylanib orqaga aylantirib beradi. Yurchak upravlение hod. Mana bu qaranglar. Oldiga orqaga jatkani ko'tarib tushirish va stop belgisi ham turibdi. Monitori bu yerda. Ko'rsak, mana yangicha proshifkada qilingan. Buni xohlasangiz o'zgartirsangiz bo'ladi, kattasiga qo'ysangiz bo'ladi yoki buni o'zini qoldirsa ham bo'ladi. Bu ham yaxshi monitor. Proshifkasi ham oson, juda ham, agar kerak bo'lsa hammasini murojaat qilsak bo'ladi. Narxi aytganimdek 3 milliard so'm NDS bilan. NDSni qaytarib olsangiz ham bo'ladi. Nalogga murojaat qilib sotib olgandan keyin rullarni qarang, o'zi standart rul ham o'sha tepaga ko'tarilib pastga tushadi. Qolgan kabinada hamma narsasi standart turibdi. Tipasida mana bu o'zi Selsa Pro'da ham usilenni qilingan ekan. Mana bu shesternalari ko'rib chiqdim, 1401 bilan yoki don bilan sal boshqachasi qilingan. Bu yerda mana bu silindrni ko'rasizmi? Bu ham kattasidan qo'yilgan, katta silindr qo'yilgan. Ulanishlarni qaranglar, qanaqa juda ham baquvvat qilib qo'yibdi. Uncha-munchaga masalan yorilib yoki boshqa narsa bo'lmaydi. Tepasida o'zini Selsa Pro'da ichida materialni ko'rayotgan bo'lsangiz, qo'shimcha qora temir plastinalar qo'yilgan, yilib ketmasligi uchun. Tak, ichini yana bir ko'raylik. Remen bu yerda qaranglar, o'rtoqlar. Katta remen turibdi. 4 qatorlik remen ekan mana bu. 1 2 3 4 qatorlik remen. Bu fonsi motorning o'zidan yoqib borib, birdaniga ускоритель aylantiradi. 1200 оборотda aylanadi. Ускорителimiz esa 2400. Измельчитель 1400, bunda esa mana bu yerda val отборный reduktordan ham chiqishni ko'ryapsan. Mana bu klapan deydimi yoki shtutsirlar ham bemalol almashadi, remonta пригодный. Masalan, bir marta ishdan chiqib qolsa yoki to'xtab qolmaydi ekan, mana bemalol birdaniga almashtirib yoki sanligini almashtirib yana remont qilsa. Chunki mana shu vektorlarda, variatorlarda ko'p ishdan chiqadi. O'shani almashtirish ham oson. Bu yerda kelsak, reduktor nasos turibdi. Nasos ham menimcha rossiyskidan qo'yilgan bo'lsa kerak. Hozir bu yerdan ko'rinmayapti. Rossiyskiy ikkita qo'shimcha insho turibdi. 32 talik, 50 talik insholar qo'yilgan. Tagida reserveri ko'ryapsiz. Davleniyasi 15 atmosferami shunaqa bo'lish kerak edi. Adashmasam 15 atmosfera o'zi загрузка qilib beradi. Katta filtr qo'yilibdi. Adashmasam bu Donaldson bo'lsa kerak. Agar sanksiyadan keyin rossiyskiy filtrga almashtirgan bo'lsa kerak. Uni ham ko'rsak bo'ladi. Tak, konditsioner turibdi bu yerda. Konditsioner shu kabinani полностью sovutib berishga rossiyskiy filtrlar qo'yilgan. Hammasi juda ham sodda. Bu yerda suv pompasi, starteri ham rossiyskiy yoki beloruskiy starter qo'yilgan bu yerda, mana qaranglar. Juda oson. Tagida reduktor, orqa balonlar va oldi balonlar vektor donlar bilan bir xil. Mana bunisi orqa balonni kulak richaklari hammasi, orqa mostlar hammasi bir xil. Tak. Bu yerdan ko'rinadimi, yo'qmi? Oldi most ham sal bir-biriga o'xshab ketar ekan. Bu yerda silindrlari ham o'xshaykan. Hamma narsasi O'zbekistonda o'zida bor. Bemalol masalan buni sotib olgandan keyin birontasi ishdan chiqsa, garantiya bo'yicha almashtirib ham berish mumkin. Qaranglar, bu yerda protivovesi, zip komplekt, kombaynni orqasiga taqiladi bu yerga. Tonnasini bilmadim, necha tonna ko'rsatilgan, lekin
juda katta ekan. Keyin qo'shimcha mana bu yashik ichida har xil instrumentlari bo'ladi. Bu yerda yana bitta yashik, pichog'imi bir nimasi bo'lsa kerak. Bu dayizmelchiteli. Ko'ryapsan, dayizmelchitel. Bu yerda mana remini, boshqa shkiflari qo'shiladi. Birdaniga qo'shib, ko'ryapsan, dayizmelchiteli mana ana ular tavodnitsalari birga bor. Shprits, elektron shprits sotib olsangiz, buni o'sha mo'ylash, boshqa smaska qilish juda ham oson. Mana o'zini xatlari hammasi bo'ladi. Mana shunaqa 3 ta, bitta, 2 ta, 3 ta korobka zip komplekt. Bu zip komplekt shu o'zi bilan qo'yib beradi. Kombayn poliga borganda, ishlashda boshlaganda buni qo'yib beradi. Bularni bemalol xizmat qilsa bo'ladi. Keyin bu sotib olganlaringizdan keyin Rossiyadan servis menejerlar kelib, полностью sizga настройка qilib beradi kombaynni. Ishlatishingiz oson. Bo'la, hozir harakat qilamiz. Bitta bu tomondan ko'rsatishga ham agar iloji bo'lsa plastmas. Buni ko'tarish qiyin ekan. Mana ichi selosaporovodni qaranglar. Bu yerda yana qanaqadir yashiklari bor. Bularni karcher ham bor ekan. Agar karcher ham qo'shib bersa kerak, menimcha mana bu ochiladi. Radiatorda shotkasi ochilib, tashqariga vakuumi ochilib, bu yer ham toza yuvishga oson. 10.01 ga o'xshab sistemasi mana bunaqa осушитель turibdi. Motor, generatorlari hammasi bu yerda rossiyskisi qo'yilgan. Havo nasosi, воздушный nasos ham rossiyskiy qo'yilgan va bu Donaldson deb o'ylagandim. Bu livni rossiyskiy filtr qo'yilgan. Ichiga ham rossiyskiy sistema turibdi. Faqat tepada расширительный bachok Mercedes'ga o'xshatilganini qo'yilibdi o'rtoqlar. Оборот datchiklari mana standart rossiyskiy turibdi. Oldin ko'plari Mercedes bo'lgan. Hozir bu yerda оборот datchiklari, boshqasi datchik temperaturalari hammasi rossiyskisidan turibdi. Bemalol kombayn nima deydi, qo'rqmasdan sotib olsa bo'ladigani. Datchiklar qo'yiladi bu yerga. Metal detektorda datchigi, qayroq toshda datchigi hammasi qo'yilsa, o'sha sotib olganda ishlatib beriladi. Bu orqada kichkina silindrchalari ham mana bu buni ochib yopishga juda az qotadi. Bu agar pichoqlar настройка qilib, regulировка qilmoqchi bo'lsangiz, jatka o'zi tushadi pastga. Mana bu tomoni adashmasam, mana ko'ryapsanmi? Ikkita turibdi. Bu tomonga bunday ochiladi, yonboshga ochiladi. Agar iloji bo'lsa jatka bilan ochilmasa kerak. Faqat o'zi yonboshga ochiladi yoki pastga ham tushsa bo'ladi. O'rtoqlar, mana shunaqa kombayn. Narxi 3 milliard so'm ekan. Muzaffar aka, bosh to'lovi qancha edi? 25% to'lab 10 yilga 5 yil. 10 yillik emasmidi? 10 yillik uzagranizingda bor, hali hozircha chiqmagani? Yo'qda, resurs yo'q. Ha, resurs yo'q. 5 yilga mana boshida 25% to'lab, qolganini почти 700 millionlar to'lab, 700 million, 800 million to'lab, qolganini 6 oyda bir marta to'lab. 6 oyda bir marta to'lab, o'sha 5 yil davomida to'lab beradi. Kimni qaysi bank bilan bu? Yo, o'zingiz bilan. Mikrolizing tashkiloti. Mikrolizing bilan, ha. Bu qolganini 5 yilda o'sha bo'lib to'lab qolgan ana bu 2 milliard 300 million so'mini 2 milliard 300 millionni bo'lib to'lasangiz va keyin bitta zavod ham ko'rsataylik. Kombayn menga yoqdi. Narxi agar to'g'ri kelsa, mana bu to'g'ri kelsa sotib olsalaringiz bo'ladi. Mana bu yerda nasoslar bor ekan. Shu yerdan ham ulab hamma joyda produktka qilib tursangiz bo'ladi. Eshiklari hammasi, silindrlari, yon silindrlari hammasi bu yerda rossiyskiy turibdi. Birdaniga zavod bo'ladi, ko'rdingizmi? Ichida konditsioner, magnitofon qo'yilmagan. O'zi temperaturalarni aytib turar ekan, moyda qancha solyarkasi borini hammasini ko'rsatar ekan. Davleniyasi, havo davleniyasi, turfoy solyarka qo'yibdi. Обороты o'sha. Обороты o'sha, jatkani ko'tarib tushirish. Hozir buni qo'sha olmaymiz, chunki kardanda ulash kerak. Kardanda ulash uchun yo'da zipni ochish kerak. Zipni ochgandan keyin kardanda ulasak bo'ladi. Jatkada menimcha o'ylayman muammo bo'lmaydi, zapchasida boshqa narsada, chunki pichoqlari hammasi o'zi lokalizatsiya qilingan, o'zimizda bor. Bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Telefon nomer qoldiraman. Kombaynni konkret sotib olmoqchi bo'lsangiz, o'zimga chiqsangiz ham qolganini kelishaveramiz. Kechirasiz, narxi
3 milliard so'm turadi. NDS bilan birga, keyin NDSni o'zingiz qaytarib olsangiz bo'ladi yoki 25%ni to'lab, qolganini 5 yilga ham olsangiz bo'ladi, o'rtoqlar. Kombayn yoqqan bo'lsa, shu videoni boshqa kombaynchilarga tashlab qo'ysangiz zo'r bo'ladi.